إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum qadrli ko'rurman qarindoshlar. Bugungi darsimizda hasad haqida to'xtalamiz. Alhamdulillahi robbil alamin. Vassalatu vassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Allah Taala Qur'on Karimda deydiki: "Va la tatamannaw ma faddalallohu bihi ba'dakum ala ba'd." للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. İman etqanlar, Allah biringlardan üstün qilib, ata qilgan narsalarini tama qilmanglar. Erlar qilgan amallarining nasibasiga erishidi. Ayollarmi qilgan amallarining nasibasiga erishidi. Shaksizki Allah hammani bilguchidir. Hasad, başqalarının ilkidikinin yok buluşunu arzu qilish ve tilash deganlik bo'lib, bu qalbdagi illatning, kasallikning alomati. Hasadxo'rlik 3 adovatdan kuchli bo'lgan ruhiy holat bo'lib, u qalbning zaiflashganligidan, axloqning nolga tushib qolganligidan, e'tiqodsizlikdan, imanның acizligidan derak beradi. Hasadxo'r odam, ya'ni başqalar erishganni yo'qolib ketsin degan odam Alloh taolaning taqsimotiga, ilohiy hikmatga qarshi chiqqan bo'ladi. Qarshi chiqqanlikdan shunday qiladi. O'zi tuymay shunday cho'ng gunohni sodir qildi. Endi hasadni bunda 3 turga bo'lishga bo'ldi. Biri maqtildigan hasad. Maqtildigan hasadın barmı? Elbette var. Maqtildigan hasad. Bunu Arapça gıptı deydi. Bu müminlerce hasad deb qo'yaylik buni. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu haqda bunda degan: "La hasada illa fi isnatayni. Rajulun atahullohul Qur'an ve yaqumu bihi ana al-layl ve ana an-nahar. Ve rajulun atahullohul mala fe huve yunfiqu ana al-layl ve ana an-nahar" dedi. İki narsadagina hasad qilishga bo'ldi. Ya'ni g'ibti qilishga bo'ldi. Menda shunday bo'lsa bo'ldi deb nima qilishga bo'ladi. U bir odamga, ya'ni Qur'on berilgan, ya'ni Qur'onni yaxshi o'qiydigan, Qur'on tilovat qildigan, kecha kunduz Qur'on tilovat qilib Alloh taolaga ibodat qilgan odamga, ya'ni biri ko'p mol dunyo berilgan, buni kecha kunduz Allohning yo'lida sarf qildigan odamga qarab, menga shuning o'qishi bo'lsa ekan deb ümit qilib arzu qilishga bo'ldi deydi. Bu mu'minlarcha hasad. Bu mu'minlarda bo'lishga tegishlik, bu g'ibdi. Bu endi shu qarindishimni bo'g'ini shuning o'qishi menga bo'lsa ekan deb arzu qilish. Ammo buning eng yaxshisi ibodat, oxiratlik ishlarda bo'lishi. Shunga Rasululloh bu yerda Qur'on o'qish bilan pul molni Alloh yo'lida sarf qilishni misol keltirgan. Ikkinchisi oxiratlik amal hamda. Şuna yana bir hadiste kelgan, sizlar amel ibadette sizlardan yuqori turg'anlarga qaranglar. Ashularga o'xshash ugunay ashuningda deb. Ammo mal dunyoda o'zingning tuvandikilarga qaranglar. Ya'ni mushunba mendan tuvan odamlarga qarasam, mendan tuvan odamlarga qaraganda mening holim yaxshi ekan deb Allohga shukr qilasizlar deydi. Ammo mal dunyoda masalan, meningki mashinam kona, bu do'stimninki mashinasi yangi, mening uyam kona, uning uyi yaxshi, meningki mol dunyorim yo'q, uning bor deb bunda qizg'ilishning o'rniga Alloh taolaning bir hikmati bor. Menga shunday bir ishda, bu qarindishimga shunday ziyoda bir ishda Allohning bir hikmati bor. Allohdan tilay deb shu oyatda deydi. Vasalloha min fadli dedi. Allohdan tilayman dedi. Qizg'inib o'tmay. Endi bu mu'minniki tilaydigan tilki ve mu'minga xos g'ibti. Endi ikkinchisi iblislarcha hasad degan qanday u menga bo'lmagandan keyin sana bo'lmasin.
iblisni Adem aleyhisselamga secde kılmaganlığı sebeplik Allah Teala özünün rahmetinden qoğlaydı. Qoğlagandan keyin bu iblis Allah'ın rahmetine erişidi. Men Allah'ın rahmetini qozgulab la'natkarda bo'laman. Anda bo'lgandan keyin bu Allah'ın rahmeti ma'lum bo'lmagandan keyin uningga bo'lmasin deb shu Adem alayhissalomni ozdirdi, jannatdan chiqarib atdi hamda. Bu odam ya'ni Adem alayhissalom xatolashdi, xatoligiga tövbe qildi. Allah ibrlik qilib, o'zining gunohlariga, xatoliklariga tövbe qilmaydi, texama haddidan oshirish bilan natijada la'natkarda bo'ldi. Endi shu menga bo'lmagandan keyin uningga bo'lmasin degan hasad iblislarcha hasad dedi hamda. Üçüncüsü Yahudilarcha hasad. Bu qanday? O uningga bo'lmay menga bo'lsin-da. Yani Yahudilar sallallohu alayhi vasallam payg'ambar bo'lib kelib, Madinadagi Yahudilarga buni xabari yetganda, zaten bir ahir zaman payg'ambarning keladiganligini, shu peygamberning kuchi bilan yo'qotadiganligini aytib, mushriklarga tahdid solatdi. Kutatdi, ya'ni bir ahir zaman payg'ambar keladiganligini. Ama ular o'zi naytib tuvan ko'rgan bir arablarning, çünkü İbrahim Aleyhisselam'ın avlatlarından başlap, yani Yakup Aleyhisselam'ın zamanından başlap, İsa Aleyhisselam'ın zamanına kelgen peygamberlerin hemmesi İsrail avladın, Beni İsrail'den kelgenin. İbrahim Aleyhisselam peygamberlerin pişivası deydi. İbrahim Aleyhisselam'ın iki oğlu var. Biri İsmail, biri İshak. İsmail Aleyhisselam'ın neslinden Araplar kelgen. İshak Aleyhisselam'ın neslinden Beni İsrail kelgen. İshak Aleyhisselam'ın oğlu Yusuf Aleyhisselam, Yusuf Aleyhisselam'ın oğulları aşina bulab, İsa Aleyhisselam'a kelgen peygamberlerin hemmesi şu İsrail'den kelgen. Şu o Yahudilar Beni İsrail'den kildi dep kütken. Araplarni hele ummi xat yezishni o'ylaydigan savodsizmi deb hem qalaq deb ulug'atdi. Shu millatdan chiqdi deb o'ylamagan hamdi. Onundan Rasululloh chiqdi. Chiqqandan keyin Rasulullahning Tavratda ko'rsatgan sifatlarning hammasi bir-birlab o'xshash. Shunga bir oyat deydi Alloh taolo, "Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum" deydi. Rasulullahni o Yahudilar o'zining bolalarini bilgandek bak bilatdi. Shunda yaxshi bilatdi Tavratdagi sifatlar orqali. Lekin deyadiki hasaddan nimishqa bu bizdan chiqdi, nimishqa bizdan chiqmay bu arablardan chiqdi degan sababdan iymon etmadi. Shuning dunyoligini ziyon tortdi. Yahudilar yalanmışında İsrail, yani Beni İsrail şu çağda hakikatini bilip durup hasad qilganlikdan iman etmedi. Şunu olan bu hasad ularni imansızlığa sebep oldu. Onundan başka bu hasadning ziyni hem de öz vaqtidagi Quraysh hem de Araplarning eng cho'ng qabilasi, nayt nupuzluq hem de Mekke'de bu şu haremni boshqurtgan aşında qabila hem de. Qurayshlarniki, Rasulullah'niki eng yaqin tog'lari, eng yaqin odamlari menfaatini deb Rasulullah'a Abu Lahab, Abu Cehil ularning qatoridan masalan. Endi hasad yana Banu Mahzumi qabilasidagi bir odamni bunda degizgan. U odamga birisi, yani iman etishdan burun sahabelerden birisi deydi. Ey adaş, bu Muhammed'in dininin ekanligini bizim etrafımızda başka adam mı? Yok. Sen bunun dini hak mı, hak emas mı? Hak, dini hak, doğru işleri buyuruydu. Onun dini hakikaten hak hem de erişki, tigişlik deydi. Nimişka ergeçmeyi sevmesi dese, ben kanda ergeçime. Çünkü bu Qurayshning Abdümanaf kabilesinden, biz Mahzumi kabilesinden, bu iki kabile tarixten biri aşağı haremge kelganlarga haqsiz suv berish, tamoq berish, haremning xizmatini qilish deganga o'xshash ayda savobli ishlarda at yugurtgandek o'xshash mang'atdik. Hamma ishlarda o'xshash mang'atdik. Endi kelib Abdumanafning ichidan bir payg'ambar chiqdi. Endi bu payg'ambar bizdan chiqarmasak anda bir payg'ambarni. Anda bo'lgandan keyin biz ulardan tuyan bo'lib qolsak bo'lmaydi, shuni uni inkor qilishimiz kerak. Agar biz qila olgan bo'lsak, bizdan bir o'xshash bir payg'ambar chiqara olgan bo'lsak, senden peygamber çıktı, bizden mi peygamber çıktı, bunda faxrlanatdik. Endi biz çıkaramaymiz onu. Anda bo'lgandan onu inkar qilishimiz kerak. Demak, shunda oddiy bir hasadxo'rlik, ko'ralmaslik, mushu sabab bilan iymondan mahrum qolgan. Demak,
Hasad mushunda xatarlik narsa. Kishilarni iymondan mahrum qiladigancha. Endi uningdan keyingi vaqtlarda menda mushu g'arb dunyosida Rasulullohga hasad qilganlikdan, musulmonlarga hasad qilganlikdan boshqa dindagilar birlashib musulmonlarga dushman bo'lgan. Hozirmi masalan musulmonlar birisi bilan birlasholmaydi, ammo musulmonlarga qarshilar, masalan Yahudi bo'lsin, kommunist bo'lsin, xristian bo'lsin, musulmonlarga qarshi birlashalaydi. Musulmonlarga shunday bir o'ch adovat bor. Chunki shunday bir fazli karimni, shunday bir isil bir dinni Alloh taolo ato qildi, endi uni o'zi hidoyat topmadi. Musulmonlar buningki mevasini ko'rdi. Endi biz hozirgi ojizlashib qolgan, boshqalarga beqindi bo'lib qolgan musulmonlarning ko'zini tutmaymiz. 10 asr dunyoni titratgan, 3 qit'ada hokimiyat surgan musulmonlarningki gapni qilyapmiz endi. Demak, endi hasad shunday bir xatarlik bir narsa. Bir rivoyat qilinishicha, masalan, bir podshohningki ikki veziri bor ekan, birisi-birisiga bak hasad qilgan, shunda o'chgan endi. Podshoh bir kuni bularni men bir yaxshilab qo'yay deb endi chaqirib kelib, "Siz birsinglar, mendan nima tilasanglar, qarshi tarafdagi do'stim, o'zi bilan raqobatdagi vezirga" degandan keyin ular jim bo'lib qoldi. Birdan birisi deydi, "Podshoh ayollar mening ko'zimni quyasizlar" deydi. "Ko'zimni quyasizlar mening" deydi. Demakchi, ko'zini quyib etish bedeliga ani ikki ko'zni quydirib atmoqchi. Shunda rezil insonlar bor dunyoda. Ya'ni insonning asli, insoniyatdagi go'zal xislat, boshqalarga yaxshilik yetkazish. Shunga Alloh taolo Qur'on Karimda "Va ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin" dedi Rasulullohga. Biz seni insonlar bütün olamlarga rahmat qilib avatdik dedi. Bu yerdagi rahmat degan gap yaxshilik yetkazish, Allohning yaxshiliklarini, Allohning in'omlarini, Allohning fazl karamlarini, adil qonunlarini yetkazish boshqalarga degan gapdan-da yaxshilik yetkazish degan ma'noda bu rahmat degan gap. Va musulmon shunday bo'lsa boshqalarga qanchalik az bo'lsin ko'p chiqib yaxshilik qilding kelsin bunday bo'ldi. Endi bunda boshqalarning qo'ldagi erishgan narsani yo'qlab ketsin deb tirishish, hatto badal to'lab, pul to'lab, hatto ko'zining chiqib ketsin mayli, ko'zimni ayilib ketsin mayli, shunaqa ziyon yetkazay degan bundan qandaqmi Allohning rahmatiga erisha oladi. Endi bunday insonlar jamiyatda yo'q emas, bor. Bizning millatimizning ichida ayda pul xaylab bo'lsinmi, japotatib bo'lsin, boshqalarga bir ziyon yetkazsan deb ashunday nima qilgan insonlar bor. Bu bunday turib, qanday Allohning mag'firatiga, Allohningki mukofotiga, yaxshiligiga qanday erisha oladi? Allohning qanday yaxshilik tilayoladi bunda insoncha? Masalan, boshqalarning xatoligini faqat kechirolmaydigan, boshqalarni qat'iy afv qilmaydigan bir inson Alloh taolodan mag'firat tilayversa, Alloh taolo uning gunohini mag'firat qiladi. Mag'firat qilmaydi. Masalan, avval sen boshqalarni kechirgin. Boshqalarni kechirib qalbingni pokizligin, qalbingni bir yuvib chiqdin. Uningdan keyin ey Alloh, menmo bandilaringning menga qilgan yomonliklarini kechiryaptim. Sen hammadan bak karamliksan, sen mening gunohimni kechiryapsan deydi yo'lliq bo'libda. Alloh taoloning afv qilmasligiga hech qanday sabab qolmaydi u chaqda endi. Mushundaq insonlar bor dunyoda. Hasad mushundaq bir yomon nima endi. Demak endi butun insonlar bunday emas. Shunda qalbi yaxshi, faqat yaxshiliklarni o'ylaydigan insonlarga yaxshilik yetkazsan deb faqat shamga o'xshash men kuyab tugisam tugay, boshqalar mening yuruqimda yaxshilik ko'rsin deydigan insonlarni ko'rmang bor. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning davrida Imom Ahmad rivoyat qilgan bir hadis bor. Bu hadisni Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilgan. Ibn Abbas radhiyallohu anhu deydi endi u bir masjidda o'tirayotgan chog'da burunqi endi musulmonlarga azon chiqishdan burun, namoz vaqti kelishdan burun masjidga kelib o'tirib, Rasululloh burun masjidga burunroq chiqqandan keyin Rasulullohning va'z nasihat anglash, ba'zi savollarni so'rash degandek bunda suhbatlashib o'tirgan ishlar bor ekan. Shu chog'da namoz vaqtigacha shu o'tirgan vaqtida Rasululloh hozir shu masjidning ishigidan bir odam kirdi, jannat ahli bo'lgan bir odam kirdi dedi. Degandan keyin bir sahoba kirdi, ta'rit elib, endi ta'ritni elib soqollarini suv eqib turgan holatda kirib kelgandan keyin mushu meni deb ishorat qildi Rasululloh. Degandan keyin ikkinchi kunimi yana shundoq deydi. Hozir jannat ahlidan bo'lgan bir odam masjidga kirdi dedi. Yana shu odam
Üçüncü gün mü yani şunda deydi. Degenden keyin İbn Abbas radhiyallohu anhu qiziqib qoldi da bunga. Masjid namozni o'qib bo'lgandan keyin odamning orqasidan berib, men dadam bilan ranjishib qolgan, uyga borolmaymiz. Men bir 2-3 kun siz mehmon qila olamsiz degan. Tamam bo'ladi, keling deydi. Kelib uyda qo'nadi. Uning maqsadi shu qanday ibodat, qanday bo'lib bunda jannat ahli bo'lib, shuni men uyine demoqchi ekanda hamda. 3 kun shunaqa mehmon bo'ldi. O adam etdiganda namoz bombatdan burroq turdi ekan, tahajjud namozi o'qiydi ekan, undan keyin azon chiqqandan keyin masjidga berib namozni o'qib kelgan, undan keyin boshqa ishlarni shu boshqa insonlarga o'xshash oilasiga yordam qilayotgan, o'zining ishini qilayotgan, namoz vaqti bo'lsa namozni o'qib kelgan, u boshqa o'zining tirikchilikni qilayotgan. 3 kun o'tgandan keyin Ibn Abbos radhiyallohu anhu endi men qayta deb xo'shlashib, menga men sizga rostini deb o'tay, dadamdan ranjib muqamigan Rasululloh sizni shu cennet ehli deb 3 qatim ta'riflagandan keyin sizning qanday aloyidligingiz borki deb kelgandim. Qarasam sizmi menga o'xshashgan. Yani bir ortiqchilik yo'q. Ko'midim endi men bir ortiqchilikni ko'mdi. Shu bizga o'xshash ish qilishgan. Shu nimadan ashunda degan to Rasululloh degandan keyin u odam nima deyotgan? Sizning ko'nglinizga o'xshash meningmi bir aloyida senda bir ortiq adam emasman. Shu ko'nglinizga o'xshash, ya'ni shu namozimni o'qiyman, o'zimning tirikchilikni qilmay, shu menda boshqa bir ishim yo'q deyotgan. Deb qilib ketib bo'lgan, to'xtab turgan deb men bikimga hech qanday bikimga faqat o'chmanlik qilmayman, bikimga hasad qilmayman, faqat yomon xiyolda bo'lmayman. Shu mening ortiqchiligim degandan Ibn Abbos radhiyallohu anhu endi tushundim. Shu bizning qo'limizdan kelmagan ish shu ekan. Biz yetib bo'lgan mushu ekanda deb yo'lab ketdi hamda. Demek bu şunda isil insanlar var. Mesela hazır dünyada bu şunda güzel aynı isil insanlar var. Çünkü bu dünya Allah Teala'ya kulçuluk kılış ve birbirini süyüş, birbirine yaxşılık yetkiziş için yaratılgan bir dünya. Bu dünyada her bir insan birovlarınınki histaşlıkıga, birovunun yardımıga, birovunun yaxşı sözüge, çıraylık tiligiga muhtaç her bir insan. Bu şunda boğanda dünya teximi renkli, teximi güzel, teximi alalıdır. Endi hilqidek hasadxor şun buyula yanı ba. Çünkü her qandaq bir yaxşılıqninki qadrini bilishimiz uchun ayda bir yomonliklar bor jamiyatda. Yomonlar qarab turib, yaxshining qadrini bilamiz endi. Shunga do'zax bo'lmasa, jannatning qadri bilinmaganga o'xshash. Endi ashundaq dunyo hamda. Demak, bu hasad nihoyatda bir ig'ir kasallik. Endi buningki bu ruhiy kasallik endi bu. Buningki birinchi ziyin hasad qiling'uchidan bakroq hasad qiluvchining o'ziga bo'ladi ekan endi. Qanday desa, o bir azap, bir yuragi ichi kuyib, bir azap ichida o'ziga bir azobni zo'r etib kelib, o'zini bir azobga mahkum qiladi ekan. Uningdan keyin bu tortgan jafolarga hech qanday bir ajr o'tgan bir azob endi. Masalan, musulmon mo'min odam Allohga ibodat qilish yo'lida, insonlarga yaxshilik qilish yo'lida ba'zi jafoni tortadi, ba'zi iztiroblarni chekadi, shunday ama ba'zi bo'ldi. Lekin uningga Alloh savob berdi, niyati yaxshilik qilish bo'lgan. Mana niyati boshqaning quldikini yo'q qilish, shunday ichi kuyib, o'zi qiynab ayda qilgandan keyin buning savob bo'lmaydi, gunoh yoziladi hamda. Bo'ldi. Uningga Allohning g'azabiga uchraydi. Qiyomat kuni qalbi sog'lom mu'minlarning qatoridan bulanmaydi. İlla men atallaha bi qalbin salim dedi. Qiyomat kuni Allohning rahmatiga, Allohning jannatiga erishadiganlar qalbi sog'lom bo'lgan kishilar. Qalbi sog'lom bo'ldi. Qalbi sog'lom degan gap e'tiqodi tuzuk, Alloh taolaga shirik keltirmaydigan, e'tiqodi durust, islom e'tiqodi bilan, Qur'on hadisning e'tiqodi bilan e'tiqodlangan. Uningdan qalbida, ko'nglida bekimga dushmanlik, hasad, adovat degan bunda illatlar bo'lmagan. Bekimda ranjib qolsa, darhol uningdan yoki shu rozilashadigan bir ishni masalani darhol hal qiladigan, ammo ko'nglida buni saqlamaydigan. Shu sog'lom qalbli. Shu sog'lom qalblar qiyomat kuni Alloh taolaning dargohida mukofotga va Alloh taolaning jannatiga erishadi. Shunga boshqalarning qo'lidagini yo'q bo'lib ketsin deb tilagandan, ey Alloh, boshqalarga shuning o'xshini men bergin deb tilsak, mu'minlarning tiligi, mu'minlarning arzusi, mu'minlarning tiligi. Qur'on Karimda Alloh taolo mu'minlarni sifatlab, mu'minlarning gapini deydi.
duasını. Rabbana gfir lana ve li ihvanina allazina sabaquna bil alfi ghillal lillazina amanu. Yani günahimizni mağfiret qilgin, bizning günahimizni. Bizden burun iman etgan kishilarninki mu'minlarning gunohini mag'firat qilgan. Yani üzüniga qana so'maydi. Bizden burun qilarning bu gunohlarini mag'firat qilgan. Ve iman etgan mu'minlarga qarta bizning ko'nglimizda dushmanlik, hasad degan narsani qilmagan. Deb bunda duo qildi. Bu mu'minning duosi yani. Alloh taolo qanchalik bak yaquda o'ziniga shaxsiyatchilik üzgün duo qilmadi. Ya üzgün duo qilsa bo'ladi hamda uniki uzangigini duo qilib boshqalarga birga qo'shib duo qilish shart emas hamda. Ammo miyadagi fazilat yani. Shu menga bo'lgan, menga bertgan mag'firatingni, rahmatingni mendan burun iymon etgan va keyin iymon etgan butun mu'minlarga bergin. Deb bunda keng qo'saqlik bilan Alloh taoloning tilgandi ekan. Shunga Alloh taolo unga berdi hamda. Turklar bir gap bor, gönlüne göre verir deb hamda. Haliqi ko'ngliga ko'ra hamda. Ko'ngling keng bo'lib Allah'ın rahmeti, Allah'ın mağfireti, amanlığı bütün qarindoshlarımga, bütün musulmonlarga bo'lsin degan tilakda. Eg'izingdimi shu, dilingdimi shu, arzuyingdimi shu bo'lsa, Alloh taolo albatta bizga texim ziyoda qilib berdi. Shunga ko'nglimizni keng tutish, hasad qilmaslik hamda. Hasad qilmoqchi bo'lsa, mu'minlarcha hasad, ya'ni g'ibdi, ya'ni amal ibodatlarda, yaxshi ishlarda, vatan uchun, din uchun, millet uchun musulmonlik qilib Alloh taolaning rozi bizdan ortiq bo'lganlarni Alloh menga ashunga o'xshash mo'yinda yaxshi amal qilish fursatini, ashunga o'xshash g'ayrat, shijoatni, ashunga o'xshash komil iymon, go'zal axloqni bergin deb tilasak, nima degan yaxshi go'zal hamda. Endi u boshqalarning quldikini boshqalarning quldiki tilash Alloh taolaning xizmati bo'lsa, uni qilmasmi? Alloh o'zininki dargohidan bir yerda Allohninki tugab qolmaydi. Shunga uningga bersin, yaxshi ko'rgan butun bandalarga bersin degan shunda nimada bo'lsa, nayt yaxshi. Ammo bu shu qalbni isloh qilish, hammadan burun qalbni isloh qilish bak muhim hamda. Shu qalbdagi illatning biri shu hasad tuqumini shu iblisning Alloh taoloninki rahmatidan ta qiyomatgacha mahrum bo'lishiga, rahmatni qo'g'ishiga, ahli kitobninki iymon etib mu'min bo'lmasligiga sabab bo'lgan. O'z vaqtidagi mushriklarninki mushrik holatida ulab ketishiga sabab bo'lgan. Yani nurg'un boshqa dindagilarniki shu haqiqatni tepishiga shu hasad to'sqinlik qilgan. Ko'rolmaslikdan hasad qilganlikni ayda qilib haqiqatdan mahrum qilgan. Shunga Alloh taolodan tilaymizki, Alloh hammamizningki qalbini isloh qilib bersin, hammamizning gunohlarimizni mag'firat qilsin va bizni Alloh taologa qalbi sog'lom mu'minlar qatorida uchrashga nasib qilsin. Hurmatli ko'rarman do'stlar, bugungi programmamiz bu yerda oxirlashdi. Yana keladigan hafta mushu soatda uchrashguncha hammanglarni Allohga omonat qildim. Salomat bo'linglar. Vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.